Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz podpischilarimiz. Mana biz 24-kuni opachamni tug'ilgan kuniga bordik qarindoshlar bilan. Bizlarda opacha deyiladi, sizlarda bilmadim. Ko'p joylarda opa, bizlarda opacha deyiladi. Opacham tug'ilgan kuniga bordik qarindoshlar, hammamiz mazza qilib aylanib keldik. Bolalarimiz bilan hammamiz giloslar yedik, tutlar yedik. Rosa mazza qilib mayapka qilib keldik. Mehmon bo'lib, hamma qarindoshlar, singlim, jiyanlar, onam, bolalarimiz bilan hammamiz mehmondorchilikda bo'lib keldik. Sizlarda nima deyiladi? Opa deyiladimi? Opacha deyiladimi? Shuni kommentariyada yozib ketingizlar. Birinchi marta o'zbekcha qilyapman. Ovozli nima qilyapman? Xatolari bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Ana shunaqa qilib hammamiz bolalarimiz bilan, farzandlarimiz bilan mazza qilib tutlar yedik, giloslar yeb mazza qilib uyga ham terib keldik, uyga ham yig'ib olib keldik. Hammamiz ana shunaqa qilib mazza qilib aylanib mehmondorchilikda bo'lib keldik. Ilohim opamni umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarni baxtini ko'rsin, kamolini ko'rsin, pochcham bilan qo'sha qarib yursin. Tortlar o'chirdik mehmondorchilikda mazza qilib. Ilohim pochcham bilan qo'sha qarib farzandlarni rohatini, baxti kamolini ko'rib yurishsin. Shunaqa yig'ilishlarimiz ko'p bo'lsin. Tug'ilgan kunlarimiz, yaxshi kunlarimiz hamisha birgalikda ana shunday kutib olish, birgalikda jam o'tirish, hammamiz yig'ilib o'tirishlik nasib qilsin, hammalaringizga nasib qilsin. Jigarlar bilan o'tirish, hammalaringizga yaxshi tilaklar tilab qolaman. Xudo xolasa bundan buyog'i ham ko'p bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bolajonlar mazza qilishdi, hammadan ham rosa mazza qilib o'ynashdi. Hammalari yig'ilib kanikulda, maktablar tugagan, mazza qilib farzandlarimiz yig'ilib o'ynashdi. Shunday qilib mazza qilib aylanib keldik. Tug'ilgan kunlarni o'tkazib, hammadan ham bolajonlar mazza qilishdi. Birga yig'ilishib o'ynashdi. Yana qachon boramiz? Yana qachon nima qilamiz? O'yinimiz qolib ketdi yarmida deb Yunusbek bilan Yusufbek yana borayik, yana o'ynayik deb shunday deb yotibdi. Xudo xolasa yana yig'ilishsak, bolalarimiz mazza qilib o'ynashadi. Bir-birlari bilan. Allohga shukr, jigarlarimiz sog' bo'lsin. Biz 3 ta qiz, 2 ta o'g'ilmiz. Sizlar oilada nechta farzandsizlar? Nechtadan farzandlaringiz bor? Kommentariyada yozib ketingizlar. Hammalaringizga rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun, o'g'illarimni podeshka qilib qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Biz endi boshladik. Baribir hammada ham boshida xatolari bo'ladi, kamchiliklari bo'ladi. Ularni asta-asta to'g'rilashga harakat qilamiz. Shunday qilib tug'ilgan kunlarni o'tkazib, 2 ta o'g'lim bilan, Yunusbek, Yusufbek bilan qaytdik uyga. Qaytayotganda parklarni aylanib, gulyat qilib, mazza qilib, tomosha qilib keldik. Qaytayotib kirib, tomosha qilib. Hammalaringiz sog' omon bo'lingizlar. Allohga omonat bo'lingizlar. Sog' omon yuringizlar.